AQSh sharmandali mag'lubiyatga uchradi. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashining ma'lum qilishicha, AQSh Tehron ilgari surgan barcha o't ochishni to'xtatish shartlariga rozi bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Trump o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida Qo'shma Shtatlar Hormuz bo'g'ozi ochilishi sharti bilan Eronni bombardimon qilishni 2 haftaga to'xtatishini ma'lum qildi. Isroil esa bu kelishuvni yumshoq qilib aytganda yoqtirmadi, biroq qarorni aynan Trump qabul qilgani aytilmoqda. Shu sababli Isroil ham Eronga hujumlarni to'xtatishi shart. Eron hukumati ham sulhga roziligini tasdiqlagan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi esa 2 hafta mobaynida savdo kemalari o'z harakatlarini eronlik harbiylar bilan muvofiqlashtirilgan holda Hormuz bo'g'ozidan o'tishi mumkinligini bildirgan. Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashiga ko'ra, AQSh Eron tomonidan qo'yilgan 10 ta talabni qabul qilgan. Bular agressiyadan voz kechish, ya'ni AQSh Eron hududiga hujum qilmaslik majburiyatini oladi. Hormuz bo'g'ozi ustidan nazorat, ya'ni Hormuz ustidan nazorat Eronda qoladi. Yadro dasturini tan olish, ya'ni Eronning uran boyitish huquqi e'tirof etiladi. Sanksiyalarni bekor qilish, ya'ni barcha birlamchi va ikkilamchi cheklovlar olib tashlanadi. Xalqaro qarorlarni bekor qilish, ya'ni xalqaro tashkilotlarning rezolyutsiyalari to'xtatiladi. Kompensatsiya to'lash, ya'ni AQSh Eron ko'rgan zararlarni qoplaydi. AQSh qo'shinlarini olib chiqish, ya'ni Amerika harbiylari Yaqin Sharqni tark etadi. Urushni to'liq to'xtatish, ya'ni barcha frontlarda janglar yakunlanadi.